Men Tirkasheva Fotima Rashidovna, fransuz tili o'qituvchisiman. Men O'zbekiston Davlat jahon tillar universitetining fransuz tili fakultetida o'qiganman. 2009-yilda o'qib tugatganman. Bu maktabga 2009-yildan beri ishlayman. Fransuz tilidan o'quvchilarga dars beraman. Eng avvalambor assalomu alaykum. Men Bekatova Sabina Ne'mat qizi. Fransuz tiliga qiziqishim 9-sinfdan boshlangan. Birinchi fransuz tili ustozimiz darsga kirganlar. Shundan boshlab tayyorlanish boshlanganman va nihoyat 2020-yilda Termiz davlat universitetiga o'qishga kirganman va 2021-yilda esa Qarshi davlat universitetiga perevod qilganman. 4 yil mobaynida fransuz tili muhitini o'zimga anchagina yaratib olganman. Kursdoshlarim, ustozlarim bilan birgalikda va nihoyat o'qishimni bitirgandan keyin kurslar o'tish boshlaganman onlayn. Keyin 2025-yil sentyabr oyidan boshlab mana shu maktab bo'lmish 23-maktabga ishga qabul qilinganman. Fransuz tilini noldan boshlayotganlar uchun avvalo kun davomida kamida 1 soat lug'at yodlash kerak, so'z yodlash kerak, shug'ullanish kerak fransuz tilini. Keyin esa fransuz tilida she'rlar, qo'shiqlar eshitib turish kerak. Bu nimani talaffuzni, fonetikani rivojlanishiga yordam beradi. Keyin gapirishni mashq qilish kerak. Nima bu gaplashish, so'zlashish uchun rivojlantiradi fransuz tilini. Fransuz tili qanday o'zgarish bo'lgan, qanday yutuqlarga erishgan desangiz, fransuz tilini men shunchaki qiziqish uchun yoki nima uchun emas, maqsadlarim juda ko'p fransuz tilidan o'rganishdan. Eng avvalo Fransiyaga borish va Eyfel minorasiga chiqish bu mening eng katta maqsadlarimdan biri. Yana bitta magistraturani 1 yil Toshkentda o'qish, ikkinchi kursini esa Fransiyaga o'qish niyatim bor. Buning uchun avval DELF darajalarini olish kerak. O'rganuvchilarga ham takliflarim bo'lsa, bu eng avvalo ular o'zlariga o'rganayotgan bo'lsa shu fransuz tilini eng avvalo muhabbatini uyg'otish kerak bu fransuz tiliga bo'lgan. Agargina tilni juda ham yaxshi ko'rsa, unda hech qanaqa qiyinchilik bo'lmaydi. Masalan, men o'zimdan olsam 9-sinfda to'satdan o'tilgan bizga fransuz tili, lekin yaxshi ko'rib qolganman. Hamma grammatikalarni to'g'ri qiyin deydi, lekin men uchun qiyinlik qilmagan. Nimaga deganda, bu tilni yaxshi ko'rganim uchun. Har qanday vaziyatda, har qanaqa yo'lda tushunishga harakat qilganman. Ustozim doim menga Anday Nodir ustoz aytadilar. Bitta mavzuni tushuntiring desam, avval o'qib kelchi, qanaqa tushunding sen, qayerga tushunding. Agar qayergadir tushunmagi murakkablik qilgan bo'lsa, aksincha sen menga ustozlik qilib tushuntirib berasan, keyin men senga tushuntiraman derdi. Ana shu orqali men o'zim metodikalarimni rivojlantirganman. Masalan, universitetda kursdoshlarim bilan masalan, Yarmanov ustozimiz dars o'tadilar bizga. Shu ustozdan iltimos qilib, ustoz darsni men o'tay deb iltimos qilib olardim-da, rozi bo'lardilar. Har xil o'yinlar qilib kelib, kursdoshlarimga dars o'tishni yaxshi ko'rardim. Shuning uchun o'ylaymanki, birinchi tilni o'rganish uchun avval uni yaxshi ko'rish kerak, tilni. Mana hurmatli obunachilar, nima uchun ingliz tili emas degan savolga javob. O'zini xohishi, o'zini ixtiyori bilan fransuz tilini tanlagan. Rahmat. Fransuz tilini mustaqil o'rgansa bo'ladi. Har bir odamda agar o'zida qiziqish bo'lsa, chin tildan uni o'rgansa bo'ladi. Masalan, talaffuzlarini har xil she'rlar, qo'shiqlar eshitish orqali o'rgansa bo'ladi. Asosan kichik bir nimalarga e'tibor berish kerak, nüanslarga e'tibor berish kerak. Keyin Domla, masalan, fransuz tilida so'z qurilishi bor, ha? So'z qurilishi fransuz tilida masalan o'zbek tilidan farq qiladi. So'zlarning joylashuvi, tartibi jihatdan, grammatik jihatdan ham farq qiladi. Shuning uchun fransuz tilini baribir ustoz bilan o'rgansa ko'proq natijaga erishadi. Ya'ni tezroq natijaga erishadi. Demak, keyingi savolim Begatova domlaga bo'ladi. Domla, o'zbeklar mana fransuz tilini o'rganmoqchi bo'lgan o'zbeklar uchun fransuz tilidagi eng bekorga eng demadim, eng qiyin jihat qaysi? Va o'shani nima deydi, eng qiyin jihat bo'lishiga qaramasdan o'rgansa bo'ladimi? Fransuz tilida eng qiyin jihati degani, qanday desam, grammatikasi sal murakkabroq.
o'rganuvchilarga nisbatan. Chunki nimaga deganda har bir otni o'zini rodi bor. Bir otni biz otni shaxsiga qarab moslashtirmaymiz. Uni aniq belgilangan. Masalan, lo stilo bo'lsa, lo qilib belgilangan. Uni jinsiy rodga o'zgartira olmaymiz-da. Shuni hisobiga olsak, chunki har bir otni rodi bilan yodlash kerak. Mana shu ozgina qiyinchilik berishi mumkin. Boshqa tillarga olsak, ularni masalan rus tiliga yoki ingliz tiliga olsak, adina qilib ketaveradi, lekin fransuz tilida esa rodi bilan yodlash kerak. Mana shu sal qiyin qiladi, lekin kundalik davomida ko'proq ishlatish orqali buni artikellar bilan yodlash orqali so'zlarni murakkabligi yo'qolib ketadi. Masalan, menga shunaqa bo'lib qolganki, bitta so'zni yozmoqchi bo'lsam, oxirgi qo'shimchalarga qaragan holatda doim takrorlagan hisobiga artikelni yodlab olganman. Murakkablik qilmagan. Buning uchun ishlatish kerak. Qanday holatda? Doimo artikeli bilan o'rgangan holatda ishlatish kerak. Rahmat, juda qiziq javob, juda ham kerakli javob bo'ldi. Fransuz tili bilan bog'liq qiziq holatlar juda ham ko'p bo'lgan. Masalan, aytadigan bo'lsak, 9-sinfligimiz, o'quvchiligimiz paytimizda bizni hamma fandan olimpiadalarga olib borishardi. Men fransuz tili fanidan olimpiadaga borganman va xonaga fransuz tili fanidan test ishlashga kirdim. O'sha test ishlab bo'lganimdan keyin meni singlim Zuhra kimyo fanidan olimpiadaga borgan. Keyin biz ishlab bo'lganimizdan keyin testni xuddi o'sha xonaga fransuzlar chiqib bo'lib ketgandan keyin kimyo fanini kirgizdi. Aynan o'sha joyga men kirib test ishlagan joyimga singlim Zuhra kirib o'tirgan o'sha kompyuterga. O'sha yerda nazoratchilar unga aytishganki, yo'q, siz hozir fransuz tilidan test ishlab chiqib ketdingiz-ku, nima uchun yana qayta kimyo fanidan ham kirdingiz deb uni qo'yishmadi test ishlashga. Keyin uni chiqarib yuborishdi. Keyin u singlim aytdiki, yo'q, men kimyodan endi kiryapman. U test ishlab chiqqan opam edi, opam Fotima edi, fransuz tilidan ishlab chiqdi. Men kimyodan keldim. Deganda nazoratchilar aytdiki, borib opangni olib kelasan, ikkalangizni ko'rganimizdan keyin kirib kimyo fanidan testni ishlaysan deyishgan. Keyin kelib meni chaqirishdi. Ikkalamiz ham kirdik. Kirganimizdan keyin men nazoratchilarga aytdim, mana men fransuz tilidan hozir ishlab chiqib ketgan kishi men bo'laman, Fotima, bu singlim Zuhra. Bu endi kimyo fanidan test ishlaydi deb nima qilganimizdan keyin, isbotlaganimizdan keyin singlimni kimyo fanidan test ishlashga olimpiadada ruxsat berishgan. Demak, nazoratchilar Fotima Zuhrani ajratishgan. Ha, shunaqa, ajratishgan. Juda qiziq holat. Rahmat domla. Begata domla, sizga ham hayotingizda qiziq holat bo'lganmi? Men hayotimda qiziq holat birinchi kursligimda Termiz davlat universitetida o'qiganimda fonetika darsi edi. P shaklda o'tirgandek hamma talabalar, men oxirgiga yaqinroq qatorda o'tirgandim. Mangagacha kelguncha tovushlarni birma-bir o'rganib keldik. Aynan J tovushini o'rganganmiz. O'shanda hamma aytib kelaverdi, hamma to'g'ri kelaverdi-da. Menga kelganda esa oddiy lang so'zini men lange deb o'qiganman. Shuni hisobiga umuman polni yana iziga qaytib, bir sirama yana qaytib kelganmiz-da. O'sha holat umuman esimdan chiqmaydi. Boshqalarni asabiylashgan bo'lishi mumkin yana qaytganiga. Men uchun qiziq bo'lgan, chunki har doim xato qilishni yaxshi ko'raman. Xato qilsam, imini o'sha narsa esimda qolib ketadi. Masalan, siz ham bilasiz, dars jarayonida sizga domla bumas, bu deb doim tortishardim. Katta kitobimni olib vokabulyarlarimni. O'shanday holatda men uchun juda qiziq bo'lgan. Nimaga deganda, lang so'zini lang deb o'qiganman. Demak, fransuz tilining talaffuzini o'rganish juda ham muhim. O'shanday qilib. Hurmatli domlalar, sizga vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Shu fransuz tilini ommalashtirishda charchamang, muvaffaqiyat tilayman. Arzimas bo'lsa-da, mana shu bir dona kitob fransuz tilida shuni sizlarga sovg'a qilaman. Shu tilni ommalashtirishda charchamang. Domlalar, siz ham charchamanglar. Xudo xolasa, qanaqadir fransuz tilida tadbirlar bo'lsa, bir yaxshi tadbir bo'lsa, chaqirsangiz kelaman. Rahmat domlalar. Rahmat sizga ham. Sog' bo'linglar. Alors, les élèves, notre thème aujourd'hui, c'est espérer logique. Après, et on va trouver les numéros qui cachent, oui,
Bugungi mavzumiz esperologik va biz raqamlardan keyingi yashiringan raqamlarni topishimiz kerak. Encore? Et encore? Encore? Hein? Encore? 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 Alors, quel est le numéro cache? Oui, qui voulait écrire? Mohinur, venez ici. C'est vrai? Oui. Alors, quel est le numéro? Quel est le numéro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, qui peut m'aider? Lequel? Qaysi raqam? Demak, bu fo bo'lsa. Voilà, voilà, hein? Elshot. Orasida 7 bo'ladi. Keyingisi demak 8. Huit. Et suivant? Asseyez-vous. Elshot, venez ici. Voilà. On a trouvé les numéros qui cachent. Oui, c'est ça? 89. Oui. Les pays de francophone. Francophone davlatlar qaysilar? Fransiya, Belgiya, Shvetsiya, La capitale de la France est Paris. Bon, très Le bien. symbolique de la France sont le corps, le fromage, la baguette, la tour Eiffel. La tour Eiffel. Qui va commencer? L'amour, je n'en fais pas mon honneur. Être un homme, voilà mon désir le plus cher. Bon, plaît. Comme le qui remplit le flot, goutte à goutte, jour par jour, quelques milles, attend savoir s'ajoute. De mon part, être respecté et manger. Mon part, garder de la santé. Quand il fait chaud, je mets un chapeau. Quand il fait froid, je reste chez moi. Quand il fait beau, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et quand il pleut, c'est merveilleux. Merci. Maintenant, Delmurod Bahora va chanter une chanson, s'il vous plaît. Donnez-moi une suite oreille, je ne veux pas des bijoux, je suis Chanel, je ne veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Papara, papara. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Une manoir ou un Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi le Eiffel, j'en ferai quoi? Papara, papara. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent, tu l'as bonheur. Moi je sens le cœur. Allant décorer ma liberté. Et oublie donc tu m'as glissé. Bienvenue dans ma réalité. Applaudissements. On va chanter ensemble qui s'appelle Bonjour mes amis, comment ça va? Oui, c'est ça? Oui. Alors, on commence. Bonjour